Assalomu alaykum HBS kuzatib boruvchilari. Mana haftalik tahlillarimizga ham yetib keldik. Demak, bu haftalik tahlilni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz kamida dushanba kuni, demak, obeddan keyin ko'rayotgan bo'lasiz, chunki tahlillarimiz dushanba kuni chiqishni boshlayapti. Xo'p, qani umumiy tahlil bo'yicha kelamiz. Bizdagi oxirgi tahlillar bozorni mana bunday tushib borish ehtimolligiga tahlilga ketayotgan edi. Sabab nimada? Esingizda bo'lsa, o'tgan haftalik tahlilimizda mana bu zonadan tepada Zagreb olishi bizani bozorda uchirishi mumkin ehtimolligini bergan edik. Zagreb oldi 1, 2, 3, 4 kun mana bozorda o'sish va juma kuni ozgina mana juma kuni ham emas, aytgancha bu bugunga tushish. Demak, mana shu ehtimollik bilan biz yaxshigina pul qilib olsak bo'ladi. Hop, endi yana qayerda pul qilsak bo'ladi degan savolimizga bizaga chart javob beradi. Bu holatda biz demak trendlayapmiz. Tortganmiz mana bu zonani belgilaganmiz. Taxminan mana shu zonalarga tegib, demak keyinchalik tepaga uchish ehtimolliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizga bozor qanchalik tez mana shu zonaga tushib bersa, shunchalik yaxshi va 4 soatlikda bozor sal mundoq o'ziga kelib olardi. Demak, bu S&P bo'yicha berayotgan tahlilimiz. Hop, kriptovalyuta Bitcoin bo'yicha keladigan bo'lsa, Bitcoinni kutayotgan holatim ham xuddi shunaqa 4 soatlikda demak tushib kasanga berib, demak yana ko'tarilishi. Demak, buni ham xuddi shunaqa ehtimollikda kutib turibman. Va boshqa aktivlarga keladigan bo'lsa, dollar indeksda faqat tushish, hop, tillada demak mana bu zonadan reaksiyasi juda katta ehtimollik bilan turuvdi. Birinchisi mana bu S&P bo'yicha ishlaydigan breaker block nimadir deyishadi. Endi oddiy support and resistance. Bundan boshqasi ham emas. Va trend liniya va ikkalasi bir zonada uchrashi va narxni mana shu zonadan reaksiya olishini ko'rib turibmiz. Bu har bittasi demak ko'rsatib o'tilgan edi. Neft narxida hali biron bir keskinlik ko'rganimiz yo'q. Aksiyalar bo'yicha birma-bir ko'rsatib olib boramiz, ya'ni qaysi holatda yaxshi bo'lsa, hop, Adobe aytib o'tgan edik, bu faqat zo'r ketyapti. Lulu take profitlarni sal yig'ishtirishga ozgina qolganda bugun dushanba holati bo'yicha tushdi. Mailiga demak trade ID yo'q, Okta yo'q. Mana Micron Technologies demak yaxshi holatda ketyapti. Qolgan aksiyalarda Uberda sotib olishni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Qancha narx tushganda, ya'ni misol men bugun mana 89 ga oldim, ertaga 80 to'g'risi yana sotib ovuraman. Taxminan 100 larda keyinchalik sotish niyatim bor. Uberda juda yaxshi trend holati bo'yicha ketyapti. Nvidia'ni biz juma kuni o'z o'quvchilarim bilan birga dars payti sotib olgan edik va mana shu narsamiz xato qilmaganligimizni mana bugun bozor isbotlab turibdi. 3.43% demak tushgan bozor ozgina qizib qolgan edi. Hop, Apple'ni hali yo'q, Shopify'da pashti bor, take profit berdi, buni o'chirib tursa ham bo'ladi. Ideya bor, g'oya bor, uni ishlatib oldik. Hop, Tesla bo'yicha faqat men kutmoqchi bo'lgan urvellar mana bu urvellardan birinchi pakopkani bajarishi mumkin 124 ga, agar tusi zo'r bo'lardi. Hop, MGB, BITF, SMCI faqat mana take profitga qarab ketyapti. Ozgina qoldi bunga. AMD, Riot, Son, Alibabada mana bu urvellar juda muhim. Mana shu urvelni kutib olishga harakat qilamiz. Mana shu urveldan demak buy olishimizga arziydi. Alibabada ozgina kutishimiz kerak. Sal sabr qilsak. Xo'p, umumiy o'zimdagi bor aksiyalar holat bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu tushishni davom ettiryapti, faqat yaxshi. Golf mana bu short squeeze bo'yicha olganmiz. Mana bularda demak yaxshi foyda ketyapti. Katta yashil qaysidir kuni ochib beradi va shundan keyin yopsak bo'ladi. NRZY bu ham short squeeze bo'yicha olingan. Bu aksiyani ham mana shu 5 kun ichida uchdi bo'lmasa, ozgina foydada sotib yuborishimiz mumkin. FGO bu ham short squeeze bo'yicha bo'lgan, lekin juma kungi holat juda yomon. Bu aksiyadan bugun yo erta qutulsak kerak. HNST, HNST yana qaysi g'oyalarimiz bor? Thermo Fisher'da demak buy olganmiz. Taxminan men esimda bo'lishi $405 demak men bunga buyga kirganman. G'oyamiz ham o'zini aktualligini saqlab turibdi. Elf g'oyasi ham aktual. Yotda hop, sell 10 aksiyasi faqat bozorda ozgina tushishni hosil qildi. Yana qaysi aksiyalarda holat bor?
ko'p aksiyalarimizni take profit urib bo'ldi-da, mana Avgoda ham qaranglar, take urdi. Shuncha take bir haftada. Bozor shunaqa, kerak bo'lsa bir haftada hamma pulingizni olib qo'yish mumkin, kerak bo'lsa butun necha yillar davomida yo'qotgan pulingizni bir haftada bozorda topishingiz mumkin bo'ladi. Vitalan mana shu zona juda muhim, 36.77 dan keyin bu aksiya ham uchish ehtimolligiga ega. Va bozordagi umumiy holat haqida ozgina tushuntirib o'taman. Bozorda sal qo'rquv kuchaygan, chunki nimaga deydigan bo'lsak, Amerikada hozir sal notinchlik, chunki o'zi butun dunyoda shu bond chiqaradigan davlatlardan tortib kompaniyalargacha ularni bond qanchalik kuchliligini ko'rsatib beradigan ayrim demak organizatsiyalar bor. Bular Moody's yoki Standard & Poor's, shulardan biri demak Moody's xabar berib o'tdi Amerikani demak holatini, mana shu bondlarning holatini, o'zi umumiy holatini bir eng yaxshidan demak ga, ya'ni pastroq baholashni boshladi. Bu taxminan eshitishim bo'yicha 60 yildan beri bunaqa holatda bo'lmagan. Va bu holat esa hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bond mana 30 yillik bondlarning narxini uchib ketishiga sabab bo'lib qoldi. Faqat 30 yillik bo'lishi mumkin. Mana bu 10 yillik bondlarni ham mana narxini uchirib yubordi. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki Amerika holatini bular risk kattalashganligi haqida ma'lumot berishyapti. Bular esa demak Amerikadan odamni bondni sotib olgan bo'lsa, endi ehtiyot bo'linglar degan holatda demak kimdir olmoqchi bo'lsa ham faqatgina balandroq foizda bo'lsagina olish mumkin, chunki ular u yoqqa riskli, qanchalik bondning riski katta bo'lsa, foydasi ham shunchalik katta bo'lishligini demak talab qilinadi. Va bondlar uchib ketdi, narxi paka demak tepaga qarab ketyapti. Bu narsa sal yomonroq. Nimaga? Chunki Amerika mana shu bondlarni stavkasini tushirishni xohlayapti. Ya'ni buning uchun faqat Jeremy Powellda qolgan gap. Uni xudo xohlasa biz Madina Kamilova bilan demak podkast qilganmiz. Mana shu o'zi umumiy makroekonomika, foiz stavkalari, Amerikadagi qulash, yana qulash bo'ladimi? Bozor haqida hamma ma'lumotni xudo xolasa o'shanda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana hozir biz mana bu qulashni bajardik, ya'ni yaqindagi qulash. Ana shu uchrashuvda ham biz mana bu haqida ham gaplashib o'tganmiz. Ya'ni bizda 2018-yilga bo'lgan holat qulash va yana bitta lowni yengillashga harakat qilgan, lekin narx tepaga uchib borib turib 2018 oxirida juda keskin qulab borgan. Ya'ni hattoki nima deb o'ylashimiz mumkin, biz mana bu qulash, ya'ni 24% hozirgi holat bilan qildik va tepaga korreksiya berdik. Bizni yanada bu yerda 12-16 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yanada bir 20-25% yana pastga qulash bo'lish ehtimolligi bor degan narsa qo'rqitib turibdi. Va misol 27% bo'lsa, mana buni demak low bo'lar ekan va o'shandan keyin bozor uchish ehtimolliklari bor degan narsani aytib o'tdik ma'lum bir faktlar bilan. Lekin bu risklarni oldindan kelish, ya'ni oldindan ko'rish ehtimoli faqatgina trend liniya, ya'ni mana bu qulashda ham, mana 27-fevraldagi qulashda ham birinchi bo'lib trend liniya buzilgan va o'shandan keyin bilishimiz mumkin edi bizda uzoq muddatli kelayotgan trend liniya buzilishidan. Bu holatda ham shunaqa, birinchi signalni biz mana bu 4 soatli trend liniyadan bila olamiz. Bizsa mana bu trend liniyaga demak xavf ko'payadi. Shuning uchun yaqin kunlar orasida o'zingizlar uchun ham 4 soatli mana shu trend liniyani chizib olinglar va budilnikini kerak bo'lsa qo'yib qo'yinglar. Budilnikni nima qilasizlar? Pastga agar crossing down qiladigan bo'lsa, ya'ni bir martadan demak sizga yokida anaqa berib turadi, ya'ni budilnik berib turadi. Bir marta bittadan budilnik berib turadigan qilib men mana shu budilnikimga o'rnatib qo'ydim. Agar mana shu narx pastga bundoq buzadigan bo'lsa, menga sirasi budilnik keladi va men pozitsiyalarimga ehtiyot bo'lib ko'proq naqd pulda turishim kerak bo'ladi. Bozorda juda yaxshi imkoniyatlar berishi mumkin. Men bunga ishonaman. Hali ham mana bu berilgan oxirgi haftalarda o'sha yilni boshidan beri boshqarib kelayotgan portfellarimiz hammasi yana xudo xolasa foydaga chiqib oldi. Agar Bitcoin yana yaxshiroq yurib bersa, mana shu oyning oxirigacha yaxshigina daromadda yopib turib, u yog'iga risklarni kamaytirib, yoz oylarida ozgina savdolarni kamaytirib turishimiz ham mumkin bo'ladi.
Xo'p, va undan keyin kelinglar sizlar bilan YouTube ga kirib nima savolni yo'llagan bo'lsanglar ko'rib chiqamiz. HBS Trading deb yozamiz va ko'pchilik savolni yo'llagan bo'lishi mumkin. Bilasizlar, men har doim iloji boricha sizlarning savolinglarni o'qib berishga harakat qilaman degan va'da bergan edim. Va shuning uchun ham hozir ko'rib chiqamiz. Rahmat, gap yo'q, rahmat. Lilini ko'rib bering debdilar, kelinglar. Ularni demak iltimoslariga bajargan holda Stocksda demak Lilini ko'rib chiqamiz. Lili hop. Tickerini hozir topib olamiz. Lili Pharmaceutical Company, tickeri LLY. Buncha yozsam chiqmadi, mana chiqdi. Lili Company. Juda fundamentalni kuchli kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Keskin o'sib ketgan edi yillar davomida, faqat ozgina tushish bo'lib qoldi. Lili kelinglar. Xo'p, umumiy holatni birinchi ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu birinchi mandagi demak e'tibor bu pastlashuvchi trend ostida bo'lgani buni va bunga klon tortib olamiz. Va eng demak past qismiga qo'yadigan bo'lsak, mana bu holatni bizga ayon qilyapti. Hop. Umumiy holati demak mana bu trend ham juda muhim. Hop. Demak, kichik korrektor va ssenariylar bo'yicha ham hali ko'rib chiqamiz, qanaqa ssenariylar kutishimiz mumkin. Savdo ochishlar mumkin ehtimolli, ya'ni kelib mana bu logo kelib mana bu yo'lida demak stelka ochishlar mumkin bo'ladi. Yo'kida hozir bunday chiqadi, bunday tushadi. Biz bu yerdan bu yoqqa trendni tortamiz. Bizgandan keyin demak mana shu biz joydan mana bu trendni tepa qismigacha ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Qulay setaplar shulardan iborat. Bizda Lili demak aksiyasiga. Lekin men o'zim ham eshitiraman, Thermo Fisher menga yaxshiroq ko'rinyapti. Xo'p, umumiy kriptovalyuta bo'yicha har doim sizlarga total 3 ni o'zini ko'rib berganman. Chunki sizlarni e'tiboringlarni chalg'itmaslik uchun har bitta kriptovalyutaga kirib o'tiramiz. Bergan zonamizga ozgina yetmadi. Mana bularni qaranglar, hozir bergan zonamizni ko'rib chiqamiz. 957 milliard, zona 959 milliard, 2 milliard ozgina kirmasdan turib, ana shu berilgan zonadan total 3 demak holati bo'yicha bizda demak buzilishni ko'rib turibmiz. Bundan xuddi shunaqa holat kelib demak tepaga reaksiya berish ehtimolligi bor. Switchnoy hech qanaqa pattern yoki nimadir ko'rmadik. Agar haftalikni ochib qo'yadigan bo'lsak, haftalikda faqatgina mana bu switch bizni qo'rqitadi. Ya'ni bundan keyin 1-2 hafta demak tushish bor ehtimolligini. Agar uni hisobga olmasak, hammasi xudo xolasa demak yaxshi holatda. Haftalik switchamiz bu yangi ochildi. Biz eng muhim narsa nima? Esingizda tursin. Mana shu hafta agar biz Bitcoinni 100.752 dollardan pastda yopib olishimiz, keyinchalik demak Bitcoin 90.000, 80.000 tushish ehtimolligini prosta oshirib beradi. Esingizda tursin. 100.752 dollar. Bu juda muhim zona. Agar mana shu zonadan pastga yopilib ketadigan bo'lsak, undan keyingi haftalar prosta qiynalamiz. Shuning uchun mana shu zonada juda katta sotib oluvchilar bo'lish ehtimolligi bor. Hattoki mana shuni o'zida ham mana 101.000 yoki mana shu narxni o'zida ham ya'ni 102.000, 101.500 ham Bitcoinga juda ko'pchilik savdoga kirishni boshlaydi. Buni realni qanchalik o'xshayotganini o'zingizlar butun hafta davomida ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Bu sizlarga bermoqchi bo'lgan demak haftalik analizlarimiz edi. Kommentariyada yana savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar va podkastni xudo xolis kutib turinglar. Mana shu haftaning oxiriga demak chiqarishni rejalashtiramiz. Hammanglarga rahmat kattakon. Kuningiz xayrli o'tsin. Haftalik demak ishinglar har doim mana shunaqa foydali bo'lsin.